Assalomu alaykum azizlar. Eng ulug', eng buyuk bayramlarimizdan biri O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi hammaga muborak bo'lsin. Bayram yaqinlashgan sari uni shukuhi har jihada sezila boshlaydi. Ayniqsa bugun juda hayajonli holat men uchun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning imzolari bilan O'zbekiston Respublikasi 35 yilligi ko'krak nishoni taqdim etildi. Boshim osmonda, juda ham xursandman. Tashakkur deyman, albatta bizni bunday ko'krak nishonlari, e'tiroflar yaxshi yutuqlarga erishishimizga sabab bo'ladi, yaxshi yutuqlarga, ishlarga undaydi. Vatanim, elim, yurtim deb iymonda barhaq bo'lib yurish hammaga nasib etsin. Bayramingiz muborak bo'lsin. Sen xo'jansan, chingizlarga darvozasi ochmagan.